Onajonim, tanishing uyimizning yangi mehmoni. Ibrohim, esing joyidami? Yo'qolib kelinglar uydan. Ona, kecha Kristina bilan kelishib olgandik. Uyimiz a'zosi bittaga ko'paydi. Ko'payib bo'lganida, lekin uydagilarni bilishmaganda, hozir onamga ko'rsataman, tanishtiraman, reaksiyalarini ko'ramiz. Onajon, esinglar, meni kechiringlar. Bunaqa bo'lib o'tganligim uchun. Onajon, mana buni shirinligini qarang. Qanaqa qilib uyga kirgizmasligim mumkin? Ibrohim, bilasanmi? Ona zat obunachilarimga qiziq bo'lyapti. Hamma boqadi. Ona hamma like bosyapti. Ishoning, storyga qo'y. Obunachilarim. Ona hammaga qiziq. Yoshligimdan orzuyim. Ona iltimos, qarang, mana buni shirinligini qarang. Qarashini. Mayli, qarang. Agar odamlar like bosib, o'sha mana 1.100.000 ta obunachim bor. 1.200.000 bo'lsa, mani karyeram uchun ruxsat berasizmi ona? Videolarim uchun? Hamma bosadi. Mana shu shirinligini qarang, videolarni. Mana qarang, onajon, qanaqa men buni ko'chaga qo'yasam, ha? Shirinligini qaranglar. Iltimos, yordam beringlar. Sen hech kimga bermaymiz, xo'pmi? Hamma spotlab qo'yadi, tushundingmi? Sen uyimizda qolasan. Tushundingmi? Qo'ying shirinligini.